Ibrohim ismining ortida qanday buyuk kuch va mas'uliyat yotganini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu ism shunchaki ism emas, balki asrlarga tatigulik matonat va sadoqat ramzidir. Qadimgi Ibroniy tilidan olingan bu ism xalqlarning otasi va ko'pchilikning yetakchisi degan chuqur ma'noni anglatadi. Tarixda u tinchlikparvarlik va yuksak iroda timsoli sifatida muhrlangan. Ibrohim ismli insonlar o'ta sabrli va vazmin tabiatli bo'lishadi. Ular hayotdagi eng og'ir sinovlarni ham hayratlanarli xotirjamlik bilan yengib o'tish qobiliyatiga ega. Ularda tug'ma yetakchilik qobiliyati bor, lekin ular bu kuchni boshqalarni boshqarish uchun emas, balki ularni himoya qilish uchun ishlatadilar. Ularning qalb dunyosida hech kimga aytilmaydigan bir sirlilik bor. Ular sadoqatni hamma narsadan ustun qo'yadilar va o'z yaqinlari uchun oxirigacha turib bera oladilar. Hayotingiz ismingiz kabi nurli va barakali bo'lsin. Bu videoni hayotingizdagi qadrdon Ibrohim ismli insonga yuboring.